Assalomu alaykum deymiz, hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun 20-dekabr 2020-yil biz Ishtixon shahridamiz. Sanobar opajonimizni tabriklash uchun yetib keldik. Alijon o'g'illaridan gullar, tort hamda yaxshi tilaklar ila hozir biz uyga kiramiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin deymiz. Marhamat. Kirsin, hamma kirsin, hamma kirsin. Kirila mehmonjonlar. Hammalaringiz kelinglar mehmonjonlar. Assalomu alaykum. Rahmat deymiz. Kiringlar. Boshlasak bo'ladimi? Avvalambor assalomu alaykum deymiz onajonimizga. Bugun tug'ilgan kun ekan, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Albatta bildingiz kim nomidan keldik biz albatta. Kim nomidan keldik? Alijoningizni nomidan kelib chiroyli qarsaklar bo'lsin. Albatta Alijon o'g'lingiz sizdan tug'ilgan kun bilan chin yurakdan tabriklar, sizga uzoq umr. Sizga salomatlik. Ilohim neki niyatlaringiz, tilaklaringiz bor bo'lsin. Mana shu niyat tilaklaringiz yetishingizga hamisha tilakdoshlar. Alijon o'g'lingiz aytganki, hozir uzoq yo'lda bo'lsam ham, lekin hamisha yuragim siz bilan birgalikda. Sog'indim onajonni. Sog'indim onajonimni dedim. Mana shu onajonim bor dedilar. Albatta men eng baxtli insonman. Onajonlarimiz farishta bo'lsa. Buni bilamiz. Hammamiz faqat farishtalar, albatta osmonda bo'lsa, yerda bizni farishtamiz bu onajonlarimiz. Onajon, sizga eng yaxshi niyatlar ila, eng yaxshi tilaklar ila Alijon akamiz bir chiroyli she'rlar yubordi. Agar ijozat bersangiz, mana shu she'rlarimizni sizga o'qib bersam. G'amim yo'q, hamisha yuraman kulib. Davlatim yonimda, turganim bilan. Quvonchning borida g'amlarim qolib, bu dunyo turguncha turing onajon, baxtiyor kunlarimda. Ko'ring onajon, nimani xohlasam muhayyo bo'ldi. Ko'zlarim quvonch, nurlarga to'ldi. Birgina rahmatim aytishim qoldi, bu dunyo turguncha. Turing onajon, baxtli kunlarimda. Ko'ring onajon, yonimda tog'dayin, suyanchim bo'ling. Nogahon yiqilsam, tayanchim bo'ling. Xatoga yo'l qo'ysam, tergovchim bo'ling. Bu dunyo turguncha. Turing onajon, baxtiyor kunlarimni ko'ring onajon. Agarda ko'nglingiz ranjitgan bo'lsam, dilingiz yaralab og'ritgan bo'lsam, deymanda men sizda rozilik olsam, bu dunyo turguncha turing onajon, baxtiyor kunlarimni ko'ring onajon. Bosh egib men sizga ta'zimim qilay. Allohdan hamisha omonlik so'ray, bir umr qadrlab qadringiz bilay. Bu dunyo turguncha turing onajon, baxtiyor kunlarimni ko'ring onajon deb yubordilar mana shunday chiroyli she'riy satrlar, lekin qarsaklar bo'lmadi. Pochcham ham gaplarni yig'ib opam bo'ldi. Pochcham. Albatta yaqinroq keling. Pochcham ham. Qaranglar, bugun shunday baxtiyor kecha ekan, otajonimiz hamisha siz ham sog' salomat yuring deymiz. Mana shu farzandingizni tarbiyasi uchun minnatdorchilik bildiramiz. Albatta mana shunday ajoyib tarbiya berdingiz. Ilohim Xudo sizga faqat xonadonlaringizda to'y tomosha bo'lsin. Moshinangiz to'ydan chiqmasin deymiz eng avvalambor. Albatta Alijon akajonimiz, mana shunday ajoyib gullarni ham yubordilar. Bir chiroyli qarsaklar bilan qabul qilasiz, marhamat deymiz. Albatta otajonimizni ham unutmadilar. Otajonimizga assalomu alaykum. Keling onajon. Otajonimizga nima dedilar? Otajonimizni ilohim Allohning o'zi panohida asrasin dedi. Xonadonlarga faqat nurlar kirsin dedi. Keling onajon. Nur kirsin deb albatta Alijon akajonimiz ham shunday ajoyib Qur'on kitoblarini ham yubordi. Chiroyli qarsaklarni onajonimiz qabul qilasiz. Mana shunday ajoyib Qur'on kitoblar albatta sizga xonadoningizga Qur'on kitobi kirib keldi. Ilohim nur kirib kelsin deymiz. Ajabam boshingiz hech qachon to'ydan chiqmasin. Mana shunday to'y tomosha qilib, to'kin sochinlik, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin xonadonlaringizga. Kasallik ilohim yo'q bo'lib ketsin. Hamisha sog' salomat to'ylarda uchrash nasib qilsin deymiz. Ilohim mana shu farzandlar baxtiga eng katta boyligimiz bizda. Boylik bu pul, mol, dunyo, xonadon, mashina emas. Boylik bu mana shu insonlarimiz. Otajonimiz, onajonimiz hamisha vaqtimizga ana shu insonlar sog' salomat yursin deymiz. Nima deymiz?
farzand shirin. Farzanddan ko'ra nima shirin? Nevara shirin deydi. Danagidan ko'ra maqsi shirin. Shuning uchun mana shu bolajonlarimiz yaqinroq kelsinlar iloji bo'lsa. Kelinglar. Kelinglar, uyalmasdan kelinglar. Hammamiz keling, uyalmang, keling. Onajonim joyiga getiramiz. Hali bormadi, hali vali ketgan. Farzandim. Ko'z tegmasin farzandlaringiz ilohim. Qarang mana alpomishdek yigitlar ekan. Ilohim mana shu kamida mana shu chempion bo'lsin, butun dunyolik chempion, jahon chempionlari. Kamida prezident bo'lsin deymiz. Ilohim niyatlaringizni albatta niyatingizga yeting deymiz. Onajon, sizdan nima deymiz? Siz tilak bildiring. Niyatlaringiz mana kameraga qarab albatta aytishingiz mumkin dil izhorlaringizni Alijon akamiz albatta sizni eshitadi. Keyin esa biz hammamiz chiroyli qo'shiqlar bilan birgalikda ajoyib tortimizni shamlarni puflaymiz. Marhamat onajon, tilaklaringiz hamda o'zingizni gaplaringiz. Bolajonim, Alijonim, kuning ko'p bo'lsin, aynilay. Seni menga Xudoy berganiga rahmat, Xudoga shukr, ming marta shukr hammasi. Mana shu kundan ko'rganimizga shukr aynilay. Kuning ko'p bo'lsin. Albatta. Aynilay. Baxtli bo'l. Huzurimizni sen huzurdan ko'raylik aynilay. Hamisha sog' salomat qana jur bolam. Xudoyim o'z panohida asrasin. Xudoy jonim asrasin. Rahmat. Chiroyli qarsalar. Bujonimiz nima deydi bujonimiz? Men aytimdan. Ayting. Allohim hamisha tinchlikda bersin, sog'likda bersin. Alijonim ham shahlarda yuribdi, sog' salomat eson-omon to'g'ri tashib kelsin. Farzandlarga to'ylar qilsin. Yaxshi kunlar bizlarga qatnashishga nasib aylasin. Bizlar yoshlarimizdan o'tib qarib mengib yursin. Hamma bu farzandlarimizni to'ylarga qilishga nasib qilsin. Nabijonim eson-omon ishlab to'ylar qilsin. Hamma yaxshi niyatlarimiz shularga. Hamma Osmon Mustafa yurtimiz tinch bo'lsin. Xonadonlarimizga kelayotgan yangi yillarim ilohi yaxshi omonlik, sog' salomatlik bo'lsin. Hamma oilalar sog' salomat yaxshi kunlar bilan yangi yilni kutib olsin. Sizlarga ham kelgan nazar rahmat. Gap bo'lsin. Farzandlarimiz rohatini ko'ramiz, oilalar tinch bo'lsin. Hamisha bunday sog' salomatlikda ko'rishga Alloh nasib qilsin. Alijonim eson-omon ketdi. Otajonimiz, siz nima deysiz? Otajonimiz. Pochcha endi yuraklardan aytadi. Pochcha opam meni. Marhamat. Keling, mayli. Keling, onajonimiz endi birgalikda albatta hammamiz niyat bildiramiz, tilak bildiramiz. Birgalikda o'sha ajoyib qo'shiqni aytishga boshlaymiz. Qo'yamiz iloji bo'lsa agar gullaringizni. Chiroyli gullarmi? Onajonimiz gullariga undan ham chiroyli bo'ldi. Marhamat, agar tayyor bo'lsangiz, biz mana shuni ajoyib qo'shig'imizni boshlaymiz. Marhamat. Tak. Haydi biz akda ko'ramiz, Fatih. Tayyormisizlar? Bola tayyormisizlar? Keyin bella qaching. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Albatta bizlar uzun so'raymiz, mana shunday sizga ozgina nima qildik, bu bayram, to'g'rimi? Bayramga hamma narsa mumkin. Mana shunday ajoyib kunlaringiz ko'paysin. Marhamat, tabriklashingiz mumkin. Onajonimizni baxtli kechalar, baxtli oqshomlar. Muborak bo'lsin. Marhamat. Ali. Boya qo'yib O'ta qanaysan? Alo. Ali böyle kankalar bir zaman oldu. Alo. Alo. Ali. Ha dur. Qandaysan? Do'mishing, ko'ryapsan meni? Bo'lma, hamma
isboti bor, to'g'rimi? Qanday qilib isbotlab berasizlar? Rahmat. Faqat iloji bo'lsa hamma ko'chaga chiqsin. Mana shu yerga bitta chiroyli musiqa qilamiz hammamiz. Yana bir bor onajon tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Ilohim 100 yillik yubileylarga kelib, mana shunday ajoyib xizmatda bo'lay deymiz. Rahmat deymiz barchalarga. Rahmat deydi, hamma uyga kirsin, bir choy ichib, albatta faqat duo qilinglar. Mana shu insonimiz albatta uzoq yo'lda Alijon akajonimiz ham yo'llari bexatar bo'lsa, tezroq qaytsinlar. Yana bir bor to'y tomosha qilib, chiroyli o'tasiz. Kiringizlar uyga. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Kiringizlar.